Hikoya Twissiz pakt. Avtori Ra'na G'ofur. 2-qism. Kakini naq maydondan kim topgan? Balaning dadisi ko'rib, saqchiligi debdi. Kaka o'lgichining yenidimikan to'q. Yo'q, kaka joyda turibdi-ekan. Mutallib aka to'xtab, menga qarab qo'ydi. U kuni uyda kimlar bor edi? Men odam bilan yuqorqi mahalladagi singlisining uyiga mehmondorchilikqa ketgan. O'g'lim sirtqa chiqib ketibdi-ekan. 2 qizim bilan qotil Paskina uydidi. U Paskina tushdan keyingi yopdan etibdi. Yopdanga qurt o'ltirdigan dorini qetib o'tibdi-ekan. 2 qizim oshni yeb, shu yerda og'zidan köpek chiqib jon beribdi. O'g'lim kirib, buni ko'rib, qotil ne toza sapdi-ekan. U kakin ilib, o'g'limning beshiga silib, uni o'ltirib etibdi. Ondan oshnasining yeniga berib, u shu ovchining jon yerini kesib o'tibdi. Vaqaning oxiri gumondor soqchixonaga o'zi berib, delo ma'lum qilgan. So'roq jarayonida boshdan oxir pozitsiyasi yaxshi, aktiv moslashgan. Biz 3 o'lgichi o'lgan yer bilan Qaznaq uyini ko'rib chiqdik. Men shu kuni yopdan etilgan oshxonaga kirdim. Yerda bir kesakdan yasalgan o'choq qo'yoqliqdi. Uning ustida qozon, yenidala tuz xaltasi bor ekan. Bular yerlik tuz ishlatmay, bozordan yot qo'shilgan tuz oladi ekan. Xaltaning sirtidan Xitoycha yot qo'shilgan tuz deb yozilgan. Uyg'urcha xat yo'q edi. Men O'shir Ko'jangdan qurt o'ltirish dorisini so'radim. U soqchixonadagi paket qo'yilgan ishkaptiliqini aytdi. Men xotiramga dori xaltasi deb xotirladim. Bu yerdagi ishni tugatib, Mutallib aka ikkimiz piyoda gumondorning oilasiga berishni qaror qildik. O'shir Ko'jang mashinada opirib qo'yishni aytgan bo'lsa-mu, biz Shamoldig'aj boramiz deb yo'lni so'rib olib, yo'lga chiqdik. Yazning quyrug'i bo'lgan bo'lsa-mu, havo yanada tinchiq issiq edi. Yezi yo'llarda odam ko'rinmaydi. Hamma odam issiqdan qochib, uylarga kirib ketgan bo'lsa kerak. Azroqli mangandan keyin peshonam, burnimning usti ushoq terlashga boshladi. Delo sodir bo'lgan uydan yiroqlashgandan keyin men atrofga bir qarab etib, Mutallib akaga tuvan ovozda: Mutallib aka, qotillik quroli bo'lgan kakining o'z joyida turishi gumonliq emasmi? Xushgul 3 jonni o'ltirib bo'lib, qandoq salmoq holda kakini o'tin yardigan yerga qo'yib, ondan yana bir o'lgichining uyiga bora oladi. U oddiy bir ayol. Bundaq kuchlik ideyaviy sapasi bo'lishi toza mumkin emasdak, dedim. Sizmi diqqat qilibsiz mana? Menmi mush nuqtaga gumonlanib qoldim. Gerçi bu yillar nurg'un qotillik delolarini ko'rgan bo'lsam-mu, bir qotilning tunji delo o'tkazganda naq maydonni yig'ishtirishi oz uchraydi. Uning ustiga gumondor bilan o'lgichi o'ttirsida tirkish yuz bergan. Gumondor badan shaklining kichikligi sabablik o'lgichidan qattiq tayoq yegan. Uning aytishicha, shuning bilan u cho'moqni elib, o'lgichining kallasiga urgan. Gumondor o'ng'ay. Agar u kaki bilan kuchab ursa, o'lgichining bosh so'ngki yerilish kerak.
bu yerning sharoitida bosh so'nkining zaxmisini tekshirish mumkin emas. Uydagilar ko'mib bo'lgan jasadni ichib tekshirishimizga ma'qul bo'lishimi tas. Shu paranglar xiyollar bilan bo'lib, Xushgulning ota-onasining uyiga kelib qaptimiz. Bu bir Namrat oilaning darvozasi edi. Bayqi o'lgichining uyidan nayt farqliq, sirlar tushgan yog'och darvoza. Men darvozadagi temir halqini sharaxshitdim. Sal saqlagandan keyin darvoza g'ichirlab ochildi. Bayqi Quvonxon bilan yeshi ko'p farqlanmaydigan bir ayol, so'lg'un, andikkan bir yuz. Ha qasillari. Biz yuqori sotdan Xushgulning delosini tekshirgil kelgan. Men jinoiy ishlar boshqarmasidan mutallib. Bu yoq qonun doktorimiz Rahila. Sizlardan egilaydigan ahvollar bor edi. Obdan uyga chirislar. Biz cho'ng qilib ichilgan darvozadan qo'rg'ga kirdik. Darvoza yana qulplandi. Ayol tushundirib, Xushgulning ishidan keyin faqat aramliq bo'lmaganini, qudularning urug' tuqqanlari, do'st yorallari, xo'lim qo'shnilar navbatlashib kelib, darvoza tuvida tillavatganligi, nevri balalarni mahalladagi balalar qotilning balasi deb oraga olmaganligini tushuntirdi. Bu jarayonda men o'ylig'i sap soldim. Kambag'al ammo pokiz, ratlik, chaqqon, saramjonlashgan. Ortiq hech nima yo'q deyarlik. Oldingi uydagi ratlik qo'roni Xushgul saramjonlashtirganmiki degan gumonim to'g'ri chiqdi. Xushgul ishchan ayol o'xshaydi. Yandagi uydan yo'talgunicha bir Xushgulning dadisi chiqib, ko'rishib bizni Peshavanga boshladi. Ayolni dasturxon silishdan to'sib, qitqi bo'lsa muzdek quduq suyida do'g'ab etishni so'rdik. Ayol oshxonaga kirib ketdi. Mutallib aka gapni boshladi. Ha, Hoshmaxon, bola necha? Bola 5. 5lisi qiz, qaylisla qadirim. Cho'ngi yana bir yeziga yotliq bo'lgan. Xushgul boshlang'ichni puturib, uyda onasiga qarashdi. Ongacha kuyovning hammasi bir ma'lilik jiyan uchun so'z echib qoldi. Manda qolsaq, qudular Alloh haqqan. Mushu balani japa tatib qolmasin deb shulig'i beribdimiz. Xushguldan kichiki mushu ma'liga yotliq bo'ldi. Ondan kichik ikkisi oldimizda. Uydan 3 yosh va 6 yoshlar o'pchirsidagi bir qiz, bir o'g'il chiqib, tortinib bizga qarab turadi. Bularni Xushgulning bolalarmiki deb faraz qildim. Somkamni axtirsam, ishim pushib qolsa deb ilib olgan kampit bilan pecheni barkan. Balalarga tangladim. Ular elishga jur'at qilolmay turadi. Angacha Xushgulning cho'ng qizi chiqib, ufqinlarni uyiga akirib ketmoqchi bo'ldi. Men qo'limdagini u qizga tutqizib, ufqinlarga bo'lib berishni aytdim. Ba kelgilik, mushu balalarga bo'ladigan bo'ldi, qaylislar. Xushgulning apsi bir ko'rida do'g'ab, yana bir qo'lida bir necha yejirqach ko'targunicha oshxonadan chiqqach so'zildi. Xushgul nayt yavash baleti. To'yni qilib qo'yganning yoqi kuyog'ol to'la urib, faqat orom bermidi. Oldidagi bir balasi tayoqning dastidan tushib ketib, uzungacha tug'midi. Tug'miding deb yana guppangshitib urvatgan. 5 balalikda bu 3ni tug'ib beqivatgan.
Kiyoğlimizning hal vaqti nayt yaxshidi. Amma shu bang tatib olsa yoki qimmat utirib qo'ysa, Xushgulga oramchilik yo'q. Necha yomonlab kelganda xetini bervatsin desak, xopim misli etib, kavilib, uyga ketdi. 2 kun yaxshi, 3-chi kuni yana uyg'on. 2 singlisimi bek besham. Aksi besiqsa, u ikkisi hela ashdan qusur tepib, hela talada g'ayvatimizni qipsan deb, urvilib, aram bermidi. Ya dadisi, ya onasi ballarni haydamaydikan. Xushgul şeytanның keyniga kirib, Bakir Shangjanning kuyo'g'li bilan tepishib qapti. Buni singillar uqib, aksi bilan birlashib uribdi. Bizga mo ko'rsatmadi. Og'zidan poq aqtirib, qudilar tillab, oram bermidi. Xetini ilib olgan bo'lsaqchi, kashki. Endi mavu 3 Singlisning 1, Shangjanning 2 nevrisi yetim bo'lag'liq. Mutallib ak ikkimiz so'z qilmay anglab o'ltadik. Xushgulning dadisi Mutallib akidan. Endi Xushgulni itvitama kadir. Hoshir ko'jang 4 janga 4 pay o'q atidi deyda. Texi o mishak mantisining pulini bizdan alamış. Deb so'rdi. Buni sotdan qaror qiladi. Biz faqat deloni aniqlaymiz. Ammo 4 pay o'q atmaydi, dedi Mutallib aka tushuncha berib. Egilaydigan boshqa ahvol bo'lmag'achqa xo'shlashib yenib chiqdik. Yezidan bizni yezliq hukumat binosidagi mehmon kutadigan yotoq uyga o'rinlashtiribdi ekan. Kechda Mutallib aka bilan deloni muzokara qilib, atisi men Xushgulni so'roq qiladigan bo'ldim. Atis ataganlik choydan keyin Hoshir ko'jang so'roqqa birga kirishni aytdi. Shuning bilan ikkimiz Xushgulni so'roq qilishni boshlagan edik. Hozir u qo'ngini chiqib ketdi. Hoshir ko'jangni yoqtirmadim. Uningmi meni qat'iy yoqtirmaganiga ishonchim komil. Yo'ldashimga telefon qilganda uning qandaq eringiz bor deb so'rag'inini izharga aytdim. Izhar. Boraymi ya? Mana men eri qandaq eshak yo'q deb dedi. Men tumshuqimni ushildim. Unchalik ishqa kelishingizning hojati yo'q. Ammo jasadni echish to'g'ri kelib qolsa, kelmasangiz bo'lmaydi. Mening sizdak tajribam yo'q. Uning ustiga o'lgichining urug' tuqqanlari ha deydigan chiroy emas, dedim. Izhar xotirjam bo'lishimni, jasad echish to'g'ri kelsa, belgilimi bo'yicha yana bir qonun doktori keladiganligini, qo'g'dash talab qilsak bo'ladiganligini aytdi. Xayrli kecha tilishib xo'shlashdik. So'roqxona timtas. Xushgul jinoyatchilar o'rindiqida qo'lida ko'yza beshini tuvan qilib o'ltiradi. Men qo'limdagi qalamni peqirtib, uni kuzatdim. Jug'i kichikkina kelgan bir uy ayoli. Qandaq jur'atga kelib, 4 jonning beshig'i zamin bo'lgandi. Davomı var.